Hech kim sizga o'rgatmagan TDM mavzusiga oid ma'lumotlar part 1. Agar videoni o'tkazib oladigan bo'lsangiz, juda ham ko'p ma'lumotdan quruq qolasiz. Hali ham shu yerdamisiz? Yaxshi, unda videoni davom ettiramiz. Xullas, menga juda ham ko'p kelib tushadigan savollardan biri, ya'ni qaysi iPhone 120 fps stabilni ushlab beradi? Android kuchlimi yoki iOS? iPad kuchlimi yoki iPhone kuchlimi? Qaysi telefonni olsam ekran zapisida qotmaydi? Shu kabi savollar juda ham to'lib ketadi. Bu videoda men sizga batafsil ma'lumot berib o'taman. Xullas, boshladik. Qaysi iPhone 120 fps ko'tarib bera oladi? Sizlarga shuni aytishim kerakki, uje 13 Pro ko'tara olmaydi 120 fps. Men bu narsani iyun oyida bildim. Sababi men o'zim 13 Pro da o'ynardim, qarasam 120 fps ko'tara olmay qoldi. O'shandan keyin sotib oldim. Ikkinchi o'rinda, zapisi qotmasligi uchun faqatgina jigarlar iOS, ya'ni iPhone yoki iPad olish kerak bo'ladi. Qolgan telefonlarda baribir zadishka bo'lgani uchun sizda o'yinish chiqmasligi mumkin. Uchinchi savol, iPad kuchlimi yoki iPhone? Albatta iPad kuchliroq, iPadning qulayliklari, o'ziga yarasha ustunliklari bor. Lekin yana bitta muammo, iPadda odam o'ziga bo'ysundirish qiyin bo'ladi, ancha vaqt ketadi. Lekin agar odam o'ziga bo'ysundira olsa, bo'ldi, unda ustunlik po-любому bo'ladi. Undan keyin esa iOS kuchlimi yoki Android? Albatta iOS kuchli. Chunki unda o'yin uchun ham sistemasi juda ham kuchliroq bo'ladi. Bu men o'zimning optimdan kelib chiqqan holda gapiryapman. Bu Androidchilar pastga urishmas. Men po faktu gapiryapman. Xullas, sizga agar telefon haqida yanada batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni Telegram kanalimga o'tib qo'ysangiz, men telefon haqida batafsil video qilganman. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Agar mana shu videomiz ham 10 mingta like dan o'tadigan bo'lsa, men keyingi muhim mavzularga oid video chiqaraman. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.